بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد. الله سبحانه وتعالى yordam so'ragan holatda Vasful Janna degan kitobdan darsimizni davom ettiramiz. Biz zikru qavli nabiy sallallohu alayhi vasallam ala mushammiru lil janna nasallallohu min fadlihi. Mana shu bobga kelib to'xtagan edik. Ya'ni ala mushammirun lil jannah ma'nosi shuki, ya'ni jannatga jiddiy jahd qilishlik yoki qiluvchilar. عن شقيق أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوفيهم أجورهم قال أجورهم الجنة يدخلونها ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا. bu hadisda sihhatida ba'zi ulamolar zaif deb aytgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, liwaffiyahum ujurahum. Alloh subhanahu va taolo dunyoda solih amal qilgan, Allohga iymon keltirib solih amal qilgan kimsalarga Alloh taolo ajrlarini to'liq qilib beradi. Hop, arab tilida waffa kalimasi bir narsani ziyoda qilib berishlikka aytiladi. O'zi aslan waffa kalimasi asli lug'atga qaytadigan bo'lsak, bir evazni to'liq qilib berishlikka waffa kalimasi ishlatiladi. Misol uchun qarzni to'lashlikka wafaytud dayn deydi. Ya'ni qarzni ado qildim deydi. Endi uning ustiga waffa kalimasi bo'ladigan bo'lsa, bu o'sha narsani to'liq qilib ustiga ziyoda qo'shib berishlikka ham kiradi. Alloh subhanahu va taolo dunyoda solih amal qilgan kimsalarni mukofotlarini to'liq va ziyoda qilib beradi. Ujuruhumul jannah yadkhulunaha. Ularning mukofotlari jannat, unga kiradigan jannatdir dedi. Va yaziduhum min fadlihi. Alloh taolo yana o'zini fazlidan ham ziyoda qiladi. Alloh subhanahu va taolo fazlidan ziyoda qilishlik haqida ulamolar tafsir kitoblarida turli xil qavllarni zikr qilishgan. Bittasini bu yerda zikr qilyapti musannif. Ash-shafa'atu liman wajabat lahu an-naru mimman sana'a ilayhim al-ma'rufa fi ad-dunya. Ya'ni Alloh subhanahu va taologa iymon keltirib solih amal qilgan kimsalarni va qo'shimcha qilib turib gunoh ham qilgan bo'lsa va gunohlari, yomonliklari yaxshiliklaridan oshib ketgan bo'lsa, vajabat lahun nar degani jahannam vojib bo'lgan kimsa dunyoda ba'zi bir insonlarga yaxshilik qilgan bo'lsa, o'sha yaxshilik qilgan insonlarning shafoati bilan jannatga kirib ketadi. Bu bitta ma'nosi. Ba'zi ulamolar aytganki, va yaziduhum min fadlihi, Alloh taolo ularga mukofotni to'liq qilib, yana ziyoda ham qilib beradi deb aytishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummati boshqa ummatlardan ko'ra jannatga oldinroq kirishligi. Anil A'mash an Abi Salih an Abi Hurayrah radhiyallohu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لمن اختلفوا فيه من الحق فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له قال يوم الجمعة لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, biz axirunal avvaluna yawmal qiyamah, dunyoda oxirgi yuborilgan ummatmiz, dunyodagi oxirgi ummatmiz, qiyomatdagi esa avvalgi ummatmiz. Xo'p, ulamolar bu hadisda sharhida aytadiki, al-avval ma'nosi hamma narsada avval. Eng zehnga keladigani jannatga kirishlikda avval bo'lgan. Ammo oldingi darslarda qiyomatning soatlarida ham zikr qildik, ashratus saada. Insonlarga boshlanadigan hisob kitobda hamma bir xil. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qachon izn so'rasa Alloh subhanahu va taolodan shafaat qilib, o'shanda hisob kitob boshlanadi. Undan keyingi hisob kitoblar bor. Inshaalloh darsimizda zikr qilamiz. Misol uchun ba'zi insonlarning hisob kitobi tezda bo'ladi. Ba'zi insonlarning hisob kitobi ancha yillab suradigan hisob kitoblar bo'ladi. Ya'ni dunyoda dunyodagi muddat bilan yillab suradigan bor. Hatto eng ko'p rivoyatlar 500 ming yil deb aytgan. 500 ming yil hisob kitob bo'ladi. Endi bu narsani bugungi kunda bir ajablanadigan joyi qolmadi. Yani qandoq shuncha hisob kitob bo'lishligi mumkin? Valillahil masalul a'la. Mana hozir oddiy bitta Turkiyada bir odamga bir shubha qo'yib turib mahkama qilinadigan bo'lsa, yillab davom etadi. To'g'ri, bu yerdagi zulm dunyodagi aksari g'oliban
%99.9 zulm ular. Oxiratda Alloh subhanahu va taolo insonga bergan har bitta ne'matni hisob kitob qiladi. Summa la tus'alunna yawma idin 'anil na'im. So'ng sizlar qiyomatda anin na'im degani alif lam al-istig'roqiyya kullin na'im, har bitta ne'matdan bitta so'ralasizlar deydi. Illa Alloh subhanahu va taolo afu qilganlari bundan mustasno. Mana bu o'rinda birinchi zehnga keladigan narsa hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummati hamma ummatdan oldin jannatga kiradi. Va nahnu awwalu man yadkhulul janna. Va biz birinchi jannatga kiradigan kishimiz. Bayda annahum, agarchi bizdan oldin, bayda annahum o'zbekcha ma'no beradigan bo'lsak, bu yerda agarchi ma'nosini bersak bo'laveradi. Ya'ni bizdan oldin kitob berilganlar bo'lsa ham, lekin biz birinchi bo'lib jannatga kiramiz. Va utinahu min ba'dihim, ya'ni bizdan ahli kitoblarga bizdan oldin kelgan bo'lsa ham, bizga undan keyin kitob berilgan bo'lsa ham. Faxtalafu, o'zi aslida buni ulamolar fiqh kitoblarida kitob as-sola babul juma bobida zikr qilishadi, jumani fazilati. Faxtalafu, ular jumada ixtilof qilishdi. Ya'ni juma u Alloh subhanahu va taolo osmonlar va yerni yaratgandan boshlab turib haftani ichida eng afzal kunlar juma kunlari bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo buni birinchi yahudiylarga berishlikni iroda qildi. Ular ixtiloflashdi. Alloh subhanahu va taolo ularga jumani bermadi. Bundan keyin limaxtalafu fihi min al-haq degan ularga kelgan haqda ixtiloflashida Alloh subhanahu va taolo aytgan narsani qilmaganligini hisobiga Alloh taolo ularga jumani bermadi. Fa hada yawmuhum alladhi ixtalafu fihi. Mana bu kunda ular yahud va nasoralar ixtiloflashgan. Alloh taolo ya'ni o'sha jumani tanlashlikda ixtiloflashganmi, jumada berilgandan keyin ixtiloflashganmi, buni bilmayman. Hadisni sharhan to'liq ko'rishlik kerak. Fahadanallohu lahu, Alloh subhanahu va taolo bizni jumaga hidoyat qildi va juma hadisda keladiki, haftaning eng avval, eng afzal kunlari va musulmon ummatiga berilgan 3 ta bayramni bittasi va bizga mana shu juma bayram qilib berildi va yahudiylarga shanba va nasoralarga yakshanba qilib berildi, ibodat qilishlik uchun alohida ajralgan narsa. Lekin musulmonlardan boshqa birontasi Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan shaklda bu kunni o'tkazmaydi. Misol uchun jumada, shanbada, yakshanba. Jumada Alloh subhanahu va taolo bizga bayram qilib berib, unda ba'zi bir mashruatlarni qildi. Misol uchun juma namozini alohida peshin namozidan ajratilgan shaklda qildi. Ya'ni masalan ulamolar o'rtasida ixtilofli masala, juma peshinda o'rnigami yoki alohida bitta farzmi, bizda nimamiz emas, mavzumiz emas. Undan keyin nasoralar, yahudiylarga shanba, nasoralarga yakshanba beradi. Va bugungi kunda mana shu nasoralarni ham, yahudiylarni ham qaraydigan bo'lsangiz, ixtiloflari davom etyapti. Ya'ni o'sha berilgan kunda ham ular ibodat bilan mashg'ul o'tkazmaydi. Xo'p, ularning ibodati, misol uchun nasoralarning ibodati qanday bo'ladi? Cherkovga borib olib turib, bir ikkita cho'qinib keladi. Yoki multazim bo'lganlari bor ularning ichida. Misol uchun toifalarga bo'lingan bo'lsa, o'sha dinidagi taqvodorlari bor. Bizda misol uchun islomda taqvodorlar bo'lgan, uni ham dinida taqvodorlari gitarani olib, yakshanba kuni bir ikkita ashilla aytib qo'yadi, mana shu ularning ibodati. Sallallohu alayhi vasallam. طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخول الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، هذا اليوم الذي اختلفوا فيه والناس لنا فيه تبعا، غدا لليهود والنصارى بعد غد. Yuqoridagi hadis bilan ayni shaklda, faqatgina bizga oxiri joyi kerak, ya'ni insonlar bizga ergashadi. Biz birinchi, hattoki mana bu o'rinda haftani kunlarida ham bizga Alloh taolo bayramni birinchi qilib bergan. Ya'ni birinchi biz bayram qilamiz, juma kuni, bizdan keyin yahudiylar, shanba kuni, undan keyin nasoralar bizga bu holatda ham ergashadi. Zikru awwal man yadkhulul jannata min ummati Muhammadin sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ummatidan birinchi bo'lib jannatga kiradigan kishi kim? Endi ozgina siratda xabar bor odam, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalarini bilgan kishi biladiki, bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال أبو بكر يا رسول الله وددت أني كنت معك حتى أنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي رواه أبو داود في سننه. أبو هريرة رضي الله عنه دان روايات قلنيا حديثة Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdilar ki menga Jibril kelib ummatim jannatga undan kiradigan eshikni ko'rsatdi. Yani Jibril kelib turib menga jannatdagi ummatim kiradigan eshikni ko'rsatdi. Shunda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki ya Rasululloh vadittu anni kuntu ma'ak. Men o'sha paytda siz bilan bo'lishlikni va o'sha jannatda eshigini ko'rishlikni juda ham qattiq xohladim. O'zi aslida arab tilida al-vaddu vadittu kalimasi nima degani? Bir narsani yaxshi ko'rib xohlashlikka aytiladi. Xohlashlik bor oddiy holatda. Ovqat yesamsa, yeyman deydi. Lekin misol uchun aytaylik, taom agar tansiq bo'ladigan bo'lsa, shashlik yesamsa, yeyman deydi. Kartoshka qo'g'irdoq bilan shashlikni xohlashlikning o'rtasida farqi bor. Ya'ni bittasida inson yaxshi ko'rib xohlaydi. Vadittu kalimasi bir narsani qattiq yaxshi ko'rib xohlashlikka aytiladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytdilarki, qani edi endi siz bilan birga bo'lsam o'sha paytda men ham o'shani ko'rganimda deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, ammo ey Abu Bakr, siz jannatga birinchi bo'lib ummatimdan kiradigan birinchi kishi siz deb aytdi. Endi mana bu o'rinda ibrat olinishlik kerak bo'lgan narsa Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu nima sababdan jannatga birinchi kiryapti va jannatga kirgizadigan amallari nima? Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning siyratidan qisqa qilib aytadigan bo'lsak, misol uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Siddiq degan unvonni qachon olgan? Siyrat kitoblarida keladiki, agar u kitobni hikoyani o'sha boshidan oxirigacha o'qisangiz, mana shu hikoyani haqiqatda insonni bir yig'latadigan, ta'sirlanadigan hikoya. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Isro va Me'roj kechasi ulamolarning ixtilofi bor, ikkalasi bir kunda bo'lganmi yoki ayri-ayri alohida kunda bo'lganmi. Lekin Allohu taala alam masaladagi rojih qavl ikkalasi bir kunda bo'lgan. Isro va Me'roj kechasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makka dan Baytul Maqdisga borganlar, Baytul Maqdisdan keyin osmonga ko'tarilgan. Mana shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kechqurun borib, ertalab bomdodda zot Makkada bo'lganlar. Masaladagi rojih qavl, masala xilof, masalan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam badanlari bilan borganmi yoki tushida ko'rganmi yoki ruhda o'zi borganmi? Masaladagi rojih qavl Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jasadlari bilan ruhlari bilan barobar borgan. Bo'lmasa mo'jiza bo'lmaydi. Agar tushda borgan bo'lsa, unda hech kim malomat qilinmaydi. Ruhda o'zi boradigan bo'lsa, unda ham malomat qilinmaydi. Xo'p, endi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu o'rinda kechqurun badanlari va ruhlari bilan Haromdan Makkaga Baytul Maqdisga bordi, Baytul Maqdisdan osmonga ko'tarildi. Osmonda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga mashruatlar bo'ldi, 50 vaqt namoz bo'ldi. Al-muhim xulosa hammasini Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kelgandan keyin insonlarni to'plab aytib berdi. Insonlarni to'plab aytib bergan paytda ba'zi bir iymoni zaiflarga bu narsalar ozgina yomon ta'sir qildi. Shunda Makka mushriklari ana fursat topildi dedi. Qanday dedi bo'lishligi mumkin dedi. Hozir bir kechada oylab bosadigan masofani. Ya'ni Shom bo'lgan u paytda. Kamida 1 oylik masofa. Makka bilan Baytul Maqdis orasi 1 oylik masofa, borguncha 1 oy, kelguncha 1 oy. O'zi aslida bunday odam yaxshilab bir o'ylab ko'radigan bo'lsa, mana bu Makka bilan Baytul Maqdis orasiga borishlikdan ajablanishlikdan ko'ra osmonga Allohning huzuriga chiqib keldim degandan ko'proq ajablanish kerak o'zi. Lekin bu yerda Makka mushriklari nima uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'sha o'rinda malomat qilgan? Chunki osmonga chiqib keldim desa, u sehrgar, jinni, majnun shunda olib turib yengib ketishligi mumkin. Va odamlarni ishontira oladigan bo'lsa, osmonga chiqib kelgan bo'lishligi mumkin deydi. Ammo hissan his qilib bo'ladigan narsani ustida malomat qildi. Ya'ni misol uchun Makka mushriklarining orasida Baytul Maqdisga, ya'ni tijorat bilan ketadigan, borib keladiganlar bor. Xulosatul kalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu gapidan keyin Makka mushriklari ana endi bizga fursat topildi deb Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu oldiga borib, mana seni sohibingni ko'rdingmi?
osmonga chiqib keldim deyapti, Baytul Maqdisga chiqib keldim, borib keldim deyapti deganda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu zarracha shubhalanmadi. Muhammad shundoq dedimi dedi. Ha deganda tamom bo'lmasa uni aytgani bo'ldi. To'g'ri dedi. Qalbida umuman zarracha shubha qilgani yo'q. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni aytgan bo'lsa tamom dedi. Men Alloh taolo bilan gaplashyapti desa tasdiq qilib turibman, bu gapiga tasdiq qilmayman. Shuning uchun Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni iymonini ko'tarib turadigan narsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek ozgina taraddud bo'lmagan. Shariatdan bir narsa keldimi, musulmon kishi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga o'xshashlik kerak bo'lgan paytda, shariatdan bir narsa keldimi, o'sha narsa sahih, tamom bo'ldi. Mana shuni 100% yaqinan qabul qilishlik kerak. Qanaqa bo'lishligi mumkin. Xosatan aql borasida inshaalloh mana zikr qilyapmiz, asmo va sifatlar bobida. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan Alloh subhanahu va taoloning sifatlaridan biror bir narsa keldimi, tasdiq qilindimi? Alloh taolo ajablanar ekan, Alloh taolo kular ekan, Alloh subhanahu va taolo g'azablanar ekan, Alloh taoloning qo'li bor ekan, barmog'i bor ekan dedimi? Tamom qabul qilishligimiz lozim bo'ladi. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytayapti. Bu bir. Ikkinchidan Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ya'ni bir nechta o'nlagan hadislarda jannatga kirishligi va jannatga birinchi kirishligi va jannatni 8 eshigidan kirishligi hammasini zikr qilganda ham baribir Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu aytadilarki, meni bir oyog'im jannatda, ikkinchisi hali kirmasdan turib xotirjam bo'lmayman der. Inshaalloh bugun Alloh taolo muvaffaq qilsa, vaqtimiz yetsa Riyos solihindan shunga dalolat qiladigan hadislar o'qiladi. Ya'ni musulmon kishi dunyoda jannatga kirguncha xotirjam bo'la olmaydi. Zikru annal fuqara yadkhuluna al-jannata qabla al-aghniya. Faqirlar jannatga boylardan oldin kirishligi. Bu yerda bir nechta hadislar zikr qilgan, biz asosan ikkitasiga to'xtaymiz. Bittasi Imom Tirmiziy rivoyati, ikkinchisi Imom Muslim rivoyati, qolganlarida ba'zi bir zaifliklar bor, agarchi ma'nosi sahih bo'lsa ham xulosa qilib turib aytib ketamiz. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, yadkhulul fuqara'ul muslimina al-jannata qabla aghniyaihim bi nisfi yawmin wa hum 500 'am. Ana Abdullah ibn Amr yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul inna fuqara'ul muhajirin yasbiquna al-aghniya yawm al-qiyamati bi 40 kharifa. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, musulmonlarning faqirlari jannatga boylaridan ko'ra yarim kun oldin kiradi dedi. Bu yarim kun, ya'ni bu qiyomatdagi yarim kunda aytayapti-da. Qiyomatdagi yarim kun va 500 'am. 500 yil deyapti. 500 yil keyin kiradi. Boshqa bir rivoyatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, muhojirlarning fuqarolari boylardan 40 yil oldin kiradi. Endi bu hadisni o'qigan odam boy bo'lishlik zarar ekanda degan xulosaga keladi. O'z aslida bu hadislar mushkil hadislar hisoblanadi. Ya'ni unda o'qigan paytingizda ozgina bir tushunmovchilik bor bo'lgan hadislarga kiradi. Ulamolar buni aytadiki, misol uchun Oysha radhiyallohu anha dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam faqirlikdan panoh so'radilar. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam faqirlikdan panoh so'rashlikka sahobalarni buyurdilar. Endi bu o'rinda aytayaptilarki, faqirlar boylardan ko'ra jannatga 500 yil oldin yoki 40 yil oldin erta kirsa, nima uchun biz faqirlikdan panoh so'rashligimiz kerak degan ishkal keladi. Xo'p, bu birinchi masala. Ikkinchi masala, nimaga bu yerda 40 yil deyapti-da, u yoqda 500 yil deyapti. Xo'p, uchinchi masala, jannatga erta kirgan odam illoki darajasi baland bo'ladimi, yo'qmi? Xo'p, mana bu o'rinda aytadiki ulamolar, birinchisi faqirlikka panoh silangan bo'lsa, faqirlikda ba'zi holatlari bor, maqtaladigan o'rni bor, ba'zi holatlari bor, mazammat qiladigan o'rni bor. Bu insonlarga qarab farq qiladi. Boylik ham ayni shaklda. Misol uchun, kasallikni oladigan bo'lsak, dunyoda voqelikdan bir misol qilsak, bir insonni kasal bo'lishligi unga musibat bo'lsa, bir insonni kasal bo'lishligi unga ne'mat bo'ladi. Bir odam ibodatda, mashaalloh, sog'lig'lik paytida ibodatini qiladi, insonlarga infoqini qiladi, jiddiy jahd qiladi. Lekin bitta kasal bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani tark qilib qo'yadi. Ba'zan o'sha kasalligi sababidan dindan chiqib ketishligi ham mumkin bo'lgan holatlar bo'ladi. Demak, bunga kasallik nima? Musibat ekan.
niqma hisoblanadi, ne'mat hisoblanmaydi. Endi ba'zi insonlar bor, fojir, fosiq, qayerda qarasa gunohda, ma'siyatda, sallallohu alayhi vasallam nimadan chiqmaydi, kechqurungi klublardan chiqmaydi, qo'lidan aroq tushmaydi. Alloh subhanahu va taolo unga bir kasallikni beradi, shu kasallik sababli hidoyatga kiradi. Demak, faqirlik ba'zi holatlarda mazammat qilinadi, ba'zi bir holatlarda maqtaniladi. Qachoniki inson faqir bo'lsa, yeb-ichtisi bir kun yetib, bir kun yetmaydigan bir holatda bo'ladigan bo'lsa, yoki ba'zi ulamolar aytgandek, faqirlikdan maqsad ziyoda narsasi bo'lmasligi, qorni to'yib turishligi bo'ladigan bo'lsa va uni Alloh subhanahu va taologa noshukrlik qilishlikka olib bormaydigan bo'lsa, mana bu faqirlik haqida ketyapti. Bu faqirlikda maqtaniladi. Ammo faqirlik insonni gunohga boshlaydigan bo'lsa, faqirlik sababidan dinini sotib murtad bo'lishligi mumkin bo'lsa, faqirlik sababidan badanini sotib fohisha bo'lib, sallallohu alayhi vasallam fojira bo'lishligi mumkin bo'ladigan bo'lsa, faqirlik sababidan haromga yo'l qo'yadigan bo'lsa, bu faqirlik mazammat qilinadigan faqirlik, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam panoh so'ragan faqirliklar. Xo'p, endi ikkinchisi, nima uchun 500 yil deganda, boshqa hadisda 40 yil deganda talab ilmlar biladiki, buni jamlashlik yo'li bor. Misol uchun ba'zi bir holatlarda nima deb aytgan ulamolar, faqirlarni holati bilan boylarning holati bor. Misol eng faqir odam bilan eng boy odamga nisbat qilinadigan bo'lsa 500 yil bo'lishligi mumkin. Endi o'rtacha hisoblanadigan bo'lsa 40 yil bo'lishligi mumkin. Xo'p, endi nima uchun faqirlar jannatga birinchi kiradi deganda, masalan, ulamolar o'rtasida ixtilof bor, ta'vilotlarda. Vallohu alam, eng qalbga yoqadigani Shayxul Islom Taymiyya rahmatullohi alayhi va Ibn al-Qayyim Jawziy rahmatullohi alayhi ixtiyor qilgan qavl, bu yerda hisob-kitobga ko'ra ushlanib qoladi deydi. Ya'ni faqirda hisob-kitob qilinadigan hech narsasi bo'lmaganligini hisobiga boradi, badanidagi narsalarga hisob-kitob qiladi. Ammo ne'mati oz bo'lganligini hisobiga uni hisob-kitob tezda tugaydi. Oddiy bitta misol, valillahil masalul a'la, voqeligimizdan bitta. Masalan, tushunishlik uchun bir misol qiladigan bo'lsak, ikki kishi aeroportga keldi, tamojnida o'tyapti. Bir kishining 10 ta chamadoni bor. Bir kishi ruchnoyda yoki hech narsasi yo'q, qup-quruq. Ikkalasini o'tishligining farqi bormi? Farqi bor. Hozir bittasi shuni dokumentini, pasportini ko'rsatib, shuni o'tib ketadi, bo'ldi. U nima qilishlik kerak? U chamadonni hammasini ba'zini ko'rsatish kerak, ba'zan ochishlikka to'g'ri keladi. Kunlar farq qilishligi mumkin. Soatlar farq qilishligi mumkin. Xuddi shunday qiyomatga borgan vaqtda valillahil masalul a'la, faqir insonni hisob-kitob qilinadigan narsasi oz bo'lganligini hisobiga boradi, hisob-kitobdan o'tib ketadi. Endi boy xuddiki mana bu chamadonlarni 10 talab, 20 talab chamadon olib kelganga o'xshab turib, u yerda har bitta berilgan ne'mat ustida hisob-kitob qilinganligini evaziga u hisob-kitobi kechikadi, jannatga kirishligi kechikadi. Lekin bu yerda savol, 3-savolimiz. Jannatga birinchi, ya'ni hisob-kitobdan o'tib olib birinchi kirgan faqir boydan darajasi har doim ustun bo'ladimi desa, yo'q deymiz. Ulamolar aytishadiki, ya'ni jannatga hozir hisob-kitobda keyin kirgani bilan jannatda o'sha boyligini qayerga sarflarkanligiga qarab turib darajasi yuqori bo'ladi. Ya'ni jannatga faqir birinchi kirgani bilan bu daraja jihatidan ham boydan ustun bo'ladi degan narsani ifoda qilmaydi. Zikru awwalu man yud'a ila al-janna. Jannatga birinchi bo'lib chaqiriladigan kishi kim? An Ibn Abbas radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam awwalu man yud'a ila al-jannati yawm al-qiyamati al-hammadun alladhina yahmaduna Allah ta'ala fi as-sarra'i wad-dharra. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, birinchi bo'lib jannatga chaqiriladigan kishilar qiyinchilik, sarro, xursandchilikda ham, darro, mashaqqatda ham Alloh subhanahu va taologa hamd aytadigan kishilar birinchi bo'lib chaqiriladi. Chunki Alloh subhanahu va taoloning ism sifatlaridan Alloh taoloning shakur degan ismi bor va Alloh taoloning shukr qilishlik sifati bor. Ya'ni bu yerda hamd, shukr deyarli bitta ma'noda keladi. Ya'ni inson qanday bir holatga tushishligidan qat'iy nazar, xursandchilikda bo'lsin, xafachilikda bo'lsin, Alloh subhanahu va taoloning qadariga rozi bo'lib, Alloh taologa hamd aytib shukr qilgan kimsalarni Alloh taolo qiyomat kuni birinchi bo'lib chaqiradi deydi.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض علي أول ثلاثة من أمتي يدخلون الجنة وأول ثلاثة يدخلون الجنة النار فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك لم يشغله رق الدنيا عن طاعة ربه وفقير متعفف ذو عيال وأول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يؤدي حق الله في الله وفقير فخور نسأل الله العافية والسلامة. lekin bu hadisni ba'zi ulamolar zaif degan sanad jihatida. Ammo ma'no jihatida hadis sahih. Chunki hammasi sahih hadislarda mana shu shaklda bo'lishligi kelgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, menga ummatimdan birinchi bo'lib jannatga kiradigan 3 kishi va birinchi bo'lib jahannamga kiradigan 3 kishi zikr qilindi. Jannatga kiradigan 3 kishi birinchisi shahidlar dedi. Bu boshqa Abu Hurayra radhiyallohu anhu sahih hadisda zikr qilgan. Ya'ni hadisning mazmunida birinchi bo'lib jahannam qizdiriladigan kishilar 3 kishi deydi. Shahid, olim va sahiboy degan. Va endi ulamolar mana bu hadisning sharhida aytadiki, bularda ixlos topilmaganligi uchun. Ammo ayni uchalasida ixlos topilsa jannatga birinchi kiradigan kishilar bo'ladi. Shahid birinchi bo'lib jannatga kiradigan kishilardan hisoblanadi. Inshaalloh bundan keyingi hadisda keladi uni sharhi. Va abdun mamlukun lam yashghalhu riqqud dunya an ta'ati rabbih. Ikkinchisi qul bo'lgan kishi. Bu yerdagi quldan qasd qilingan narsa zamonamizdagi qullik emas, oldingi zamondagi qullik. Endi uni jannatga kirishligi, chunki uni dunyoda qul bo'lishligi Robbisiga to'at qilishlikdan to'sib qo'ymadi, mashg'ul qilib qo'ymadi. Xo'p, endi mana bu o'rinda ozgina to'xtashligimiz kerak bo'ladi. O'sha qulni holatini tushunishligimiz uchun. Nima uchun bu jannatga birinchi kiryapti? Nima uchun jannatga birinchi chaqirilyapti? degan savolni berib buni ustida tadabbur qilishligimiz kerak bo'ladi. Bu hozir qulni hayotini ozgina his qiladigan bo'lsak, ibodatda jiddiy jahd qilganligi uchun bo'ladi. Qul ertalab misol uchun bomdoddan uni sayyidiga xizmati boshlanadigan bo'lsa, soat 8 da uyga ketadigan narsa yo'q bunda. Ya'ni 24 soat, kunda 24 soatida sayyidini xizmatida bo'ladi. Xohlagan payt turib, yarim kechasi bo'lsin, kunduzi bo'lsin. Endi mana shu paytda ham o'sha bo'sh vaqtida ozgina bo'sh vaqt qolganda Alloh taologa ibodat qilib qoling deb turib, shoshib bu jiddiy jahd qiladi. Kechqurunda sayyidi bo'sh qo'ygan paytda tahajjud qiladi. Kunduzida sayyidi bo'sh qo'ygan paytda roza tutadi. Qanaqa fursat topadigan bo'lsa, albatta o'sha Alloh taologa ibodat qilishlikka shoshganligi uchun, bunda mujahada bo'lganligi uchun bu sabablardan bittasi jannatga birinchi kirishlik. Endi biz dunyoda o'zimizni mana shu narsaga solishtiraylik. Dunyoda ham bugungi kunda hur bo'lgan kishilardan qul bo'lgan kishilar ko'p. Endi aksarimizni mana bu g'arb qul qilib tashadi. Ya'ni bu haqda ulamolarning o'sha fikriy darslarida zikr qilinadiki, aslan bugungi kunda islom ummati ummat o'laroq fikriy bir ochilishlik kerak. Islom deganda faqatgina ibodatni nazarda tutib, islom dini deganda faqat masjidga bir siqib qo'yilgan ozgina bir dinni 10 dan biri deylik yoki 10 dan 2sini faqatgina shakllantiradi. Musulmon odam faqat namoz o'qisa bo'ldi, roza tutsa bo'ldi, boshqa narsaga aralashmaslik kerak deydi. Qorning to'q, alhamdulillah, kiyiming but, alhamdulillah, shuni aytsang bo'ldi. Xo'p, bugungi kunda aksar insonlar zamonaviy qullikda o'zi asli. G'arb ayni shaklda mana shu narsani qildi. Misol, islom diyorlarini oladigan bo'lsangiz, ya'ni islom diyorlaridan qasdimiz musulmonlar yashaydigan joylar. Musulmonlar yashaydigan joy bilan g'arbda yashaydigan joyini bir misolini taqqoslash kerak. Musulmon odam aqlini bir ishlatishlik kerak bo'ladi. Hozir g'arbda qaraydigan bo'lsangiz, davlat tarafidan nima qilyapti? Alohida pul ajratadi va bolalariga ham pul ajratadi. Keyin ularda yillik bir necha marotaba sayrga chiqishlik bor, bepullaridan. Mana shunga o'xshash qulayliklarni qilib tashagan, ish soatlari ham o'rtacha 8 soatdan ko'p ishlasa bo'lmaydigan joylar bor. Endi bizning diyorlarni qarang. Bizning diyorlarni qaraydigan bo'lsangiz, birinchidan ish yo'q. Endi mana bu erkak kishi oilasini boqaman deb turib Rossiyaga ketadi, Rossiyada yashaydi, birovda qul bo'lib ishlaydi. Bu malomat qilinmaydi. Lekin halol pul topayotgan bo'lsa malomat qilinmaydi. Bechorani haqiqatda bir imkoniyati yo'q. Biz malomat bobida aytmayapmiz. Lekin voqelikni tushuntirish uchun aytyapmiz.
Ertalabdan kechgacha, misol uchun ba'zilari bor, ustachilikda ishlaydi, ertalabdan kechgacha shuni tezroq tugatib qo'ydi, uyga qaytaman deydi. Kunbo'yi ham ishlamaydi, ish bo'yi ishlaganligi uchun bir kunda 18 soatlab, 16 soatlab ishlaydi. Bolalardan uzoqda bo'ladi. Yoki vatanida ishlaydigan bo'ladigan bo'lsa, ertalabdan kechgacha, misol uchun mana Turkiyani oladigan bo'lsak, oldin ham ba'zi darslarda zikr qilganmiz. Firin, pekanida ishlaydiganlar 24 soat ishlaydi. 24 soat ertalabdan kechgacha. Ha endi 24 soat emas, ya'ni kamroq ishlaydiganini oladigan bo'lsangiz, ertalab mana hozir bomdodda chiqsangiz ochiq bo'ladi, kechqurun 11 gacha. 7 dan deylik mayli. 7 dan 7 gacha 12 soat bo'ladi. Yana bu yerda 4 soat qo'shsangiz 16 soat bo'ladi. Chiqib ketayotgan paytda uni farzandlari uxlayotgan bo'ladi, qaytib kelayotganda uxlayotgan bo'ladi. Ya'ni bu qullik bu. Faqatgina boshqacha qilib qo'ygan. Qullikda ham qanaqasi qoringa qullik qilib qo'ygan. Dunyoviy narsalarga qullik qo'ygan. Endi bizga kerak bo'lgan joyi bu narsalarni zikr qilishligimizdan mana shu vaqtda ham fursat topib Alloh subhanahu va taologa toat qilinadigan bo'lsa, inshaalloh Alloh subhanahu va taolo albatta buni mukofotini to'liq qilib beradi. Uchinchisi faqirun mutaaffif zu'ayal degani, o'zi zu'ayal bir nechta ma'noda ishlatiladi. Oilasi bor yoki kambag'al. Bu yerda faqir zikr qilinganligi uchun oilasi bor. Faqir mutaaffif degani haromdan saqlangan kishi. Haromdan pul bo'lsa bo'ldi, boyliga orttirsam bo'ldi emas. Alloh taolo unga eshiklarni ochib qo'yadi, lekin uni qilaman desa harom bo'ladi. Bugungi kunda misol uchun ba'zi bir insonlar bor, aqli tijoratga yetadi, lekin qo'lida puli yo'q. Pul olishlik uchun, pul bo'lishligi uchun bankdan kredit olish kerak. Ya'ni kredit olsa haqiqatda ish yurib ketishligi mumkin, ya'ni dunyoviy jihatdan. Diniy jihatdan hech qachon yurib ketmaydi uni ishi. Yurib ketsa ham yurib ketdi hisoblanmaydi, chunki Alloh subhanahu va taolo yamhaqullohu riba va yurbis sadaqat degan. Riboni taktugi bilan yo'q qilib qo'yaman degan. Endi bu odam Alloh taolo ba'zi bir mutaaffif bo'lishlik uchun suratni topishligimiz kerak. Mutaaffif degani oldida imkoniyatlar bor, lekin o'sha imkoniyatlarni qilishlikda harom yo'l bo'ladi. O'sha harom yo'ldan tiyiladi, faqirligiga rozi bo'ladi. Mana shu jannatga birinchi bo'lib chaqiriladigan kishilardan. Ammo jahannamga kiradigan kishi amirun musallat degani zolim bo'lgan podshoh degani. Musallat hukmdor qilingan degani, lekin bu hukmdor qilinganda zolim bo'lgan podshoh. Qo'l ostidagilarga zulm qiladigan bu birinchi bo'lib jahannamga kiradigan kishilardan. Va zu sarvati min mali, boylik sohibi lekin boylikda haqqini ado qilmaydi. Endi islomda faqatgina zakotni bersa va zimmasidagi vojib nafaqalarni qilib qo'ysa bo'ldi, zotan so'ralmaydi undan yog'iga. Va faqirun fakhur, kibrlangan kambag'al, mana bu jahannamga birinchi chaqiriladigan kishilardandir. Ana shu oxirgi hadis bilan darsimizni nihoyasiga yetkazamiz. Xo'p, ikkita hadis o'qiymiz. Birinchisi Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda u kishi aytadilarki: "Da waqafal ibadu lil hisabi ja'a qaumun wadi'u suyufihim ala riqabihim taqturu daman fazdahamu ala babil jannati faqila man haula qala shuhada'u kanu ahya'a مرزوقين ثم نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الجنة ثم نادى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه من سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنه ليس من حديث فلم تدعه أو قال فأغضبته فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظرت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ونظرت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. عائشة رضي الله عنها أنا حديث وسكر أبو بخاري ذكر قليلا. birinchi hadisda aytayaptiki, qiyomat kunida hisob kitob qilingan paytda bir qavm yelkalariga qilichlarini qo'ygan holatda keladi. Endi bu o'sha paytdagi jihatga zamonamizdagi mujohidlar balkim avtomatlarni qo'ygan holatda kelishligi mumkin. Xulosa shuki, hisob kitob bo'layotgan paytda bir toifa yelkalariga silahlarini, qurollarini ko'targan holatda keladida, navbat kutmasdan turib jannatning eshigiga kirib oldiga borib oladi. Navbat kutmaydi. Shunda bular kimlar deb so'ralgan paytda bular Alloh subhanahu va taoloning huzurida rizqlanayotgan mujohidlar, shahidlar deydi. Alloh taoloning yo'lida shahid bo'lgan, bular zotan o'zi tirik deydi.
va rizqlanib turgan edi. Ya'ni hatto kutmaydi hamda bu. Izdihomda, ya'ni trafikda, probkada kutmaydi. Chunki rohatda, farog'atda ma'lum bir muddatdan keyin keladi-da, oldinga o'tib ketadi. Nimaga esa? Chunki dunyoda ular hamma bir burchakda bor o'tirgan paytda ular Alloh subhanahu va taoloning yo'lida o'zlarining mollari va jonlari bilan jihad qildi. Summa nada munadin, so'ng nido qiladiki, kimniki Alloh subhanahu va taoloni zimmasida Alloh o'ziga lozim qilgan haqqi bo'ladigan bo'lsa, jannatga kirsin deydi. So'ng nido qilinadi. Aysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan bo'lsa kerak bu hadis, Imom Buxoriy rivoyati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, jannatga qaradim, jannatni aksar kishilari faqirlar ekan, jahannamga qaradim, aksar kishilari ayollar ekan. Hadisda ma'nosida keladiki, chunki mana payg'ambarlarga ergashganlar ham aksari faqirlar bo'ladi. Biz o'sha Hiraqlning qissasida Buxoriyda ham zikr qilingan. Ayollarning esa jahannamga kirishligi sallallohu alayhi vasallam mana bu o'rinda eriga nonko'rlik qilganligidan. Bugungi kunda misol uchun agarchi biz ayollarni ko'p haqlarini zikr qilgan bo'lsak ham, lekin aksi tarafda sallallohu alayhi vasallam oyat, hadis aytib turibdiki, ayollarda noshukrlik juda ham ko'p bo'ladi. Ayollarda noshukrlik ko'p bo'ladi. O'shani hisobiga, chunki boshqa hadisda Buxoriy Muslim rivoyatida keladiki, ayollarni jahannamga dohil qiladigan birinchi narsani payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yakfurnal ashir deydi. Ya'ni eriga noshukrlik qiladi. Shuncha yaxshilik qilsa ham men sizdan hech narsa ko'rmadim deydi. Mana shu ayollarning jahannamga kirishligi sabab bo'ladi. Allohu taala a'lam. Mana shu qadr bilan cheklanamiz. Subhanakallohumma va hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astagfiruka va atubu ilayk.